Assalomu alaykum hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Nimaiki Buxoroda amalga oshilayotgan bo'lsa, bu sizning tashabbuslaringiz, sizning g'oyalaringiz asosida amalga oshilayapti. Fursatdan foydalanib, chuqur minnatdorlik bildiraman. Meni ham kamtarona xizmatimni yuksak taqdirladingiz davlat mukofoti bilan. Albatta mana shu mukofotni men avval sifatida qabul qilib, bundan buyon ham sizning islohotlaringizni, sizning siyosatingizni viloyatimiz xalqi bilan birga amalga oshirishga va'da beraman. Ruxsat bersangiz, men ham ozgina iqtisodiy raqamlarga to'xtalsam, Buxoroni mana bizni bu yerda tarixchilar, oqsoqollar o'tiribdi. Buxoroni 2,5 ming yillik tarixini ko'targanda ham bugungi kundagiday rivojlanish bo'lmagan hurmatli prezident. Tarixiy obidalarni tiklash uchun mablag'larni ajratganligingiz, mana shu Mir Arab, Ark, Minorai Kalon kabi xalqimizning durdonalarini saqlash bo'yicha mablag'larni ajratib bugungi kunda butun dunyo lol qolyapti. Chet ellardan kelgan turistlar ham mana shularni qayta restavratsiya bo'lib tiklanganligini ko'rib hayron qolishyapti hurmatli prezident. Bundan tashqari mana biz o'zimizga sizning islohotlaringiz natijasida yalpi hududiy mahsulotimizni 10% ga oshirish bo'yicha majburiyatni oldik. 12 trillion so'm kredit resurslarini berdingiz. Nima yetmaydi degan savolni bersiz, men tan olib aytdim hurmatli prezident. Faqat biz hokimlar boshchiligida pastga tushib, kambag'allik va ishsizlikni nol qilish bo'yicha siz yaratib bergan imkoniyat, imtiyoz, sharoitlardan foydalanib, bemalol imkoniyati bor Buxoroda yil yakunigacha kambag'allik, ishsizlik bo'lmaydi hurmatli prezident. Bu juda katta marra. Bir paytlari Buxoroda tomga paxta ekmagan edi. Suv yo'q edi, yo'l yo'q edi. Birinchilardan bo'lib suvga qancha pul berdik, yo'lga qancha pul berdik. Buni tushungan odam tushunadi. Bir narsani bilishimiz kerak. Albatta erishgan natijalarimiz bizniki yuksak, lekin hali ishlarimiz juda ko'p. Ikkita holatni aytaman hurmatli prezident. Mana siz yaratgan tizim, sizning islohotlaringiz natijasida hozir shunday tadbirkorlar paydo bo'lyaptiki, Buxoro tumanida eng og'ir maktabgacha ta'lim muassasasini noldan yakunlab, bir oydan sal ko'proq vaqt ichida homiylik o'zini mablag'i bilan hurmatli prezident foydalanishga topshirdi. Yoki bir asrdan buyon tozalanmagan kanal, Jo'yzar kanalimiz 10 kilometri betonlashtirdi. Bugun minglab gektar yerlar, minglab xonadonlar suv bilan bahramand bo'lyapti. Bunday misollarni ko'plab keltirishim mumkin. Buxoroliklar, men bosh hammasi siz qo'ygan vazifalarni bajaramiz. Sizning ishonchingizni oqlaymiz. Mustaqillik bayrami bilan yana bir bor tabriklaymiz. Kecha yoshlarni ko'rdim, odamlarning kayfiyatini ko'rdim Buxoroda. Buxoro yangi yo'lga, yangi qadamlarga mustahkam poydevor yaratilsak to'g'ri bo'ladi. Yo'limiz to'g'ri. Iloyim mana shu qilgan ishlarimizga ko'z tegmasin. Buxoroy sharif hammaga namuna bo'lsin. Sog' omon bo'linglar. Katta rahmat hurmatli.